aks tashqari ketayotganligim qiziqmi? Endi bizada uzoq muddatli pererivdan so'ng yana qaytdim. To'g'risini aytsam, men uchun bu yil juda ham o'zgacha boshlandi, lekin alhamdulillah hammasiga behisob shukur. Aytishadi-ku, har bitta mashaqqat, qiyinchilik orqasidan siz uchun atalgan bir baxt kutib turar ekan. Hozir hayotimni oxirgi shu 7 oy bo'layotgan narsalar bilan kechagina bo'lsa ham bo'lish shunaqa momentlar bo'lar ekanki hayotingizda, nima uchun sizda hozir hayotingizda shunaqa og'ir period kelayotganligini ba'zida sababini ham bilmaysiz va nima tufayli bu narsalar boshingizga tushayotganini ham bilmay qolar ekansiz. Lekin shunga qaramasdan, qanaqa qiyinchilikdan o'tmayotganingizga qaramasdan, albatta birinchi o'rinda Xudoni eslang va chin ko'ngildan duo qilib so'rasangiz, inshaalloh mana shu qiyin vaziyatda ham Allohni unutmasdan o'tadigan bo'lsangiz, shu qiyinchilik orqasidan siz uchun berilgan ajr savobi o'zingiz kutmagan darajada hayotingizga shunday nur olib kelar ekan. Bilasizlar, shu 2025-yil yakunida juda ham qattiq kuyish oqibatida haqiqatan ham men shu 4 yil ichida yashagan hayotimda Koreyadagi eng qiyin muddatim deb o'yladim. Lekin alhamdulillah shundoq mehribon insonlar, do'stlarim, yaqinlarim va o'quvchilarim, atrofimdagi insonlarga ming rahmat, shunaqa og'ir vaziyatimda yonimda podдержка bo'lib turishdi. Aytishadi-ku, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmasdi. Mana shu musofirda yurganingizda ham shunaqa qiyinchilik paytlarda yoningizda turadigan insonlaringiz bo'lishi bu bir baxt ekan, oilangizdan uzoq bo'lsangiz ham. Yana bitta narsa, har doim hayratda qolaman, sababi hayotimga shundoq insonni olib kirganligi uchun ming shukr qilaman. To'g'risini aytsam, постоянно o'ylab qolaman. Men oldinga orzulari to'la, har doim bir xayrni kutib, chin dildan faqat duo qilib, xayoliga shunaqangi imkoni yo'q narsalarni orzu qilardimki, lekin Allohga shukr, shu imkoni yo'q narsalar ham sekin-astalik bilan erishib va sekin-astalik bilan shu moment hayotimda bo'layotganda aytaman-da, men o'shanda bu narsani duolarimda so'ragandim. Haqiqatan ham hozir shu hayotda yashayapman. Aytaman-da, yo Alloh deyman. Qaysidir eshiklar bizga yopiladi, lekin qaysidir eshiklar bizga shunday ochiladiki, biz kutmagan darajadagi rezultatga olib kelishi mumkin ekan. Shuning uchun aytmoqchiman, hozir siz qanaqa qiyin vaziyatda turmasligidan qat'iy nazar, faqat ishoning, Xudoga, что всё будет хорошо. Bu hali qiyinchiliklar vaqtincha. Mana shu narsadan o'tib ketishingiz kerak va natijasida bir yaxshi siz uchun nasib qilib sizni kutib turgan narsa bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin ish yuzasidan, bu bo'lishi mumkin oilaviy baxt, karyerasida yoki yana turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, orzu qilinglar, orzu qilishdan to'xtamanglar va duo qilishdan ham to'xtamanglar, Xudoga ishonishdan qo'rqmanglar. Har doim orzularingiz uchun kurashinglar. Вот прям nima deydi? Osmon orzu qilsanglar ham, o'shanga yarasha sizlar harakatingni qilsanglar, sababini qilsanglar, Xudo xolasa erishishinglar mumkin-da. Hozir mana o'tiribman Pekinning aeroportida, biznes launch zonalarida, aytaman-da, hayotim hozir oxirgi oyda bo'layotgan narsalarni eslab, shunaqa darajada behisob shukur rahmat aytaman shu insonga. Agar mendan savol berib, yana o'sha narsani, ya'ni menda bo'lgan hodisani yana qaytalanishini xohlarmidingiz va qaytalanishidan oldingi holatga qaytganingizda nima qilardingiz desa, agar men uchun eng xayrlisi shu yo'l bo'lgan bo'lsa, men qaytadan shu og'riqni, qaytadan shu yo'l orqali shu insonim bilan ko'rishishga roziman deydigan darajada men как это говорится, благодарна этому человеку. И благодарна судьбе, что biz shu yo'l orqali tanishdik va hamma narsani o'z vaqt soati bo'lar ekan. Bu yil bo'lishi mumkin, keyingi yil, 1 yilda, 10 yilda nima xohlasanglar, siz uchun nima xayrli qilingan bo'lsa, kechmi yoki vohlimi, u именно o'sha vaqti bo'lar ekan. Hech qanaqa kech degan joyi yo'q bu yerda, именно ayni vaqti bo'lar ekan. Shuning uchun aytmoqchiman, что никогда не переставайте мечтать. Всегда делайте дуа за свои мечты и старайтесь. Короче, mendan shunaqa bir motivationlar bu hafta. Kelinlik vloglari boshlanadi bundan buyog'i. Demak, biz birga to'yga tayyorgarlik ko'ramiz degan.